Do'stlar, endi 100 million so'mga labo olish shart emas. Sizlarga mini labo topib qo'ydim. Qara nima bo'lsa, buni ham shunaqa narsani bemalol topasiz. Birinchi o'rinda salonni bitta ko'rsatamiz. Qaranglar, saloni ham juda ham zo'r bo'ladi. Mana 3 ta odam bemalol sig'adi. Mana bu joylar ham, skuruslar ham R, N, D solaverasiz. Oddiy mana shu pult yordamida boshqaraverasiz. Rollari ham nimasi bo'ladi? Inomarka rol, Tesla monitorlar qilib qo'ygan ekan. Asosiysi qishda issiq, yozda muzda yurasiz. Ya'ni pechkasi ham bor ekan, tepasida lyuklari ham bor ekan. Yozi kunda ishlatib qo'ysangiz bemalol muzdagina qilib beradi. Hattoki bu do'stlar 1 tonna yuk ko'taradi. Mana shunday ochaydigan bo'lsangiz 90 likdan 6 kilometr bo'lar ekan, bitta zaryad bilan 70 kilometr bemalol masofa bosar ekan. Xudo xolasa 1 tonnaligidan bo'ladi. Bundan oladigan bo'lsangiz, tirikchiligingizni bemalol qilsangiz bo'ladi. Ya'ni arzonda bo'ladi. Hattoki zapaska ballonlarni ham qo'yib qo'ygan ekan. Narxi, asosiy narxi $2150 ga vodiyning ichiga dastlabki asarni qilib berar ekan. Kraskalar 100% toza, bemalol olsang bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.